Assalomu alaykum. Mana biz bugun Samarqand viloyati Paxtachi tumanidamiz. Amirobod mahallasida mana o'lmas ukamizni limonzoriga kelganmiz. Biz bir qiziq hodisani guvohi bo'ldik. 5 yildan beri tiq tegmagan ekan. Qani o'lmas aka bir aytib beringchi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Oldindan Nusrat akani kuzatib berdim. Chaqirdik. Kiyli Nusrat aka, meniki birisi o'rmon buqisida bu yengillashtirib beryapti. Nusrat aka. Pishki limonchilik. Xudoga shukr, yomon emas. Yaxshi bu kesilyapti. Biz rozi. Deb o'ylagan hosillarimiz nasib bundan ham ko'paysin deb kesilyapmiz. Endi o'lmas aka sizga taklifimiz yiliga 2 kesiladi limon. Ha. Mana o'lmas aka bizlarni darslarni kuzatgan ekan-u, ish qilib orada darslarni ham qoldirgan joyi bor ekanda. Endi xudo xolasa kelishdik, yilida 2 marta kelib kesib beramiz. To'g'risini aytish kerak. Buni zapis qilib, video qilib masalan olishimizdan asosiy maqsad ekinni tagida kamida 2 yillik, 3 yillik novdalarida umuman barq qolmagan. To'g'rimi? Qolmagan. To'liq barq qolmaganda, agar biza uni hozir o'shalargacha shakl bermasak yoki mana yuqori qismini hozir o'lmas aka bilan gaplashdikki, hatto yuqori qismidagi novdalarni mana hali yuqorini kesganimiz yo'q. Shu novdalarni ko'proq qoldirishni niyat qildik. Chunki mana hozir mana gullashni boshlaganda, agar biz ham uni to'liq kesadigan bo'lsak, bu 1 yil hosildan ham qolib ketadi. Shu bilan birgalikda hosildorlikni yo'qotib, ertaklab ham ketishi mumkin. Mana hozir dehqon bilan kelishdik, xullas bizlarni kesishimiz ma'qul tushdi. Chunki daraxtni mana kesgan novdalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Gap isboti bilan bo'lsin. Mana mevalar pishganda o'sha shamol yurmaganidan, mevalar pishib shamol yurmaganidan qotib qolgan. Mana ko'rsatib o'tamiz. Mana mevalarning qotib qolishlari juda ko'p miqdorda qotib qolgan mana. O'sha havo ola olmagan, dimiqqan mana juda ko'p. Mana shular har biriga mana. Chunki sog' bo'linglar. Har bir narsani masalan isboti bilan deydi. Xullas Peshku limonchilik maktabida bunaqa holatlar, bundan ham boshqacharoq holatlar bizda ko'p kuzatilgan. Sababi bu praktikada tajribamizda bu narsalar bo'lib o'tgan. Mana tajribamizda bo'lib o'tganda biz shu narsalarni ko'rib chiqqan holatda hozir buni orasidan novdalarni olib, xullas qo'limizdan kelgancha shakl berishga jazm qildik. Xullas endi natijasini hormang Navroz aka. Navroz aka ne ko'p bozorib jo'r aka. Natijasini xudo xolasa keyingi yil ko'ramiz. Mana limonlarimiz shu darajaga kelib qolgan mana. Hormang bozor. Assalomu alaykum. Mana o'lanlar umuman mana barqsiz bo'lib qolgan novdalar. Mana ichlarini o'tishlarini mana ko'rsatib beramiz. Ko'pchilik aytadiki, sizlar deydi, o'sha kesish jarayonlaringizni ham ko'rsatib o'ting deydi. Bu hech qanaqa sir saqlamaymiz, chunki dehqonlarga yordam bo'lsin. Mana pastdagi o'sha novdalar, kichik novdalar ishlamay qolgan. Mana bu esa shoxlar mana. Mana umuman kal bo'lib o'sha barglarini to'kib novdalar bo'shab qolgan. Mana xuddi xazon reziga o'xshab mana to'liq cho'kib qolgan. Bularni endi albatta me'yorga keltiramiz. Xudo xolasa keyingi kesishimizda albatta buni hosil olgandan keyin yana bir bor tanishtirib o'tamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.